Namangan shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 64-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali tarbiyalanuvchilarni bilim samaradorligini oshirish, pedagog xodimlarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish orqali ta'lim sifatini yaxshilash mavzusida o'quv-amaliy seminar tashkil etildi. Dastlab tashkilotning Aqlvoy nomli tayyorlov hamda Bolajon nomli katta guruhlarida seminar mavzusiga doir ochiq mashg'ulotlar o'tkazildi. Tarbiyachilar Noila Hoshimova hamda Muazzam Ataqoriyevalar taqdim etgan mashg'ulotlar Namangan shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mutaxassisi Mahbuba Abdullayeva, shuningdek shahardagi barcha maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari tomonidan kuzatib borildi. Jarayonlarda ko'zga tashlangan kasbiy mahorat, tajriba, ayniqsa ta'lim tarbiyaga zamonaviy yondashuv, shu bilan birga tarbiyalanuvchilarning mashg'ulotlar chog'idagi interfaolligi chuqur tahlil etildi. Seminarning nazariy qismida Namangan shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i Muzaffar Isayev ishtirok etdi. Ana shu davomda 64-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori Yorqinoy Nasiddinova tomonidan soha vazirining maktabgacha ta'lim tashkiloti va pedagoglarning ish hujjatlarini tasdiqlash to'g'risidagi 323-sonli buyrug'idan kelib chiqadigan vazifalarni to'laqonli amalga oshirishning namunaviy ijrosi atroflicha tushuntirib berildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining maktabgacha ta'lim tizimini raqamlashtirish va maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning mazmun-mohiyati, unda belgilab berilgan vazifalar, xususan bolalar bog'chasi axborot tizimi orqali xodim va tarbiyalanuvchilarning elektron davomatini yuritish, ish vaqti tabelini shakllantirish, tarbiyalanuvchilarning oziq-ovqat xarajatlarini natura shaklida hisoblash, bolalar ta'minoti uchun ota-onalar va boshqa to'lovlarni amalga oshirish bo'yicha yaratilgan imkoniyatlardan oqilona foydalanishga doir tajribalar almashildi. Seminar yakunida Namangan shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i Muzaffar Isayev direktorlar uchun tegishli ko'rsatma va topshiriqlar berdi. Viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati